Maqsad haqida. 1950-yillarda Yaponiyaning ahvoli butkul xarob bo'ladi. Ikkita bomba juda katta bir kilotonda atom bombasi tushgandan keyin so'nggi 200 yillar hisoblaganda Yaponiya eng ko'p yoshlarni yo'qotdi deydi. Juda ham qiyin ahvolda qolgan bu davlat eng birinchi qilgan ishi ziyolilarni yig'ib hukumat katta majlis o'tkazgan. Mana u 50-yilda oxirigacha eng katta bizni oldimizga qo'yadigan maqsadimiz nima? Aniqlab olaylik. Maqsad bitta bo'lgan, o'rtada kelishib. Mato va gazlamalar bo'yicha dunyoning lideriga aylanish. 10 yil ichida buni uddalashgan. 60-yil oradan 10 yil o'tib yana shunaqa majlis qilinadi. Endi o'z oldimizga qo'yadigan maqsad nima bo'ladi desam, po'lat ishlab chiqarish bo'yicha dunyoning lideriga aylanamiz. Va bu juda ham imkonsiz ish bo'lgan, sababi Yaponiyada deyarli xomashyo yo'q. Tabiiy boyliklarni ko'radigan bo'lsak, ozgina sement chiqadi, daraxt chiqishi mumkin, baliq chiqishi mumkin bo'ldi. Xalqidan boshqa, mana shu aholisi yoshlaridan boshqa deyarli umuman tabiiy boylik yo'q bo'lgan davlat uchun po'latni ham import qilib, ustiga qancha logistika narxlari minadi, keyin uni yo'q joydan ishlab chiqarib, yana qaytarib sotishlik juda katta mashaqqat edi. Eng qizig'i 10 yilda bu imkonsiz narsani ular uddalashgan. Sabab nima? Aniq maqsad bo'lgani uchun. 70-yillar yana shu majlis qilinadi. 70-yil oxirigacha biz nima qilamiz desam, biz endi mashina ishlab chiqarish bo'yicha dunyo lideriga aylanamiz. O'sha hozir Dubayda bir rahbarning ajoyib gapi bor. Dunyoda bitta mashina bor, u ham bo'lsa Toyota degan. Ya'ni Toyota bo'lsin, Lexus deymizmi yoki Honda yoki boshqalari dunyo bo'yicha haqiqatda tan olingan sifatdan yillar tajribasidan o'tgan hamma premium klassda deb o'ylab minadigan mashinalarga aylandi. Eng qizig'i 10 yil ichida Amerikadan o'rganib, 70-yillar oxirigacha Amerikada o'tishgada adashmasam General Electric'dan o'rganishgan, o'tib ketishga ulgurishdi. 10 yil ichida demak butun boshli katta davlat o'z oldiga qo'ygan imkonsiz narsani amalga bo'ladi. 80-yil yana xuddi shu majlis qilinadi. Endi nima qilamiz desa, elektronika va kompyuter ishlab chiqarish bo'yicha dunyoning lideriga aylanamiz. Eng qizig'i hozir hamma ko'rib turgan bo'lsa kerak, ya'ni elektronika, robototexnika yoki kompyuter ishlab chiqarish uchun Yaponiyaning oldiga tushadigan davlat deyarli yo'q. Nima demoqchiman? Har kuni ertalab sizni to'shakdan sakrab uyg'onishingizga sababchi bo'ladigan maqsadingiz bo'lsin. Boshqalar ko'chalarda darbadarlarcha kezayotgan vaqtda sizni ish bilan mashg'ul qiladigan, hamma g'aflatda bo'ladigan bo'lsa, tunlari bedor qiladigan aniq bir maqsadingiz bo'lsin. Yil boshi ilk kun sizni qanday ketishingizni juda ham aniqlaydigan. Bugun albatta vaqt topib tanaffuslarda bekor o'tirmasdan o'quv yili oxirigacha men nechta kitob o'qib tugataman. O'quv yili oxirigacha men qaysi sertifikatlar olaman. O'quv yili oxirigacha men qaysi xalqaro yoki davlatimizda tashkil qilinadigan musobaqalarda qatnashib, avvalo oilamiz, ota-onamiz va maktabimiz, ustozlarimiz yuzini yorug' qilaman degan aniq savollar qo'yib, javobini yozib chiqing. Men ustozlardan rosa iltimos qilgan bo'lardim. Bugun yoki ertaga shu mavzuda bir essay yozdirishni ham bolalardan, ham ota-onalardan. Sababi biz bu yil ota-onalarga aytgandik, nafaqat o'quvchilarimiz, balki ota-onalar ham o'z ustida ishlaydi, yillik reja asosida. Bir oyda bir marta ota-onalar, hurmatli ota-onalar, sizlarga essay yozdiramiz. Bir oyda bir marta o'quvchilarimizga alohida essay yozdiramiz va bu narsada muntazam turamiz. Va ikkinchi sizlarga aytmoqchi bo'lganim, o'zingizda shakllantirishni juda ham xohlagan bo'lganim sifat bu intizom. Ish faqat maqsad bilan bitadimi desa yo'q. Mana alhamdulillah bu yil biz futbol bo'yicha jahon chempionatiga chiqdikmi? Mundial deydi, nima deydi, tushunolmayman. Men Xudoga shukr qilaman, futbol uncha qiziqmasligimdan. Lekin biz millatimizni faxri o'laroq 34 yillik, 32 yillik, necha yillik orzumuzni amalga oshirgan shu yoshlar haqida aytadigan gapim, ikkita futbol komandasi o'ynayotgan bo'lsa, ikkalasining maqsadi aniq qo'yilgan bo'ladi. Yutish. Bo'ldi. Lekin qaysi biri yutadi desa, qaysi biri ko'proq shug'ullangan, qaysi biri loyiqroq, munosibroq bo'lsa. Hayotda juda ko'p omadga ishonavermang. Omad oxirida yo hal bo'ladigan yo hal bo'lmaydigan narsa. Lekin inson asosiy fokusini jarayonga qaratish kerak. Intizomli bo'ling. Stol tennisida eng zo'r o'ynaydigan xalq qaysi dunyo bo'yicha? Kim deb o'ylaysiz? Xitoy. Hamma Xitoy deyapti. Bitta Yaponiya, bitta Norvegiya eshitdim. Xitoy o'tgan 100 yilda eng ko'p
oltin kubokni olgan, umuman oltinni hech kimga bermagan, olimpiada bo'lsa, jahon chempionati bo'lsa, stol tennisda hech kimga yo'l bermagan davlatlardan biri. 1984-yil olimpiadada xitoylik murabbiydan so'rashgan ekan, qanaqa qilib sizlar bunaqa muvaffaqiyatga erishasizlar desa, aytgan ekanki, biz har kuni 8 soatdan kam bo'lmagan holatda shug'ullanamiz. Ya'ni kundan 3dan biri faqat tennis o'ynashadi. Kunda 3dan birida faqatgina o'zimiz mas'ul bo'lgan soha bilan biz mashg'ulmiz va biz eng yuqori plankani ushlaganmiz. Agar siz har kuni 8 soatdan shug'ullanadigan bo'lsangiz, eng zaif nuqtalaringizni ham yenga olasiz deb turib aytgan ekan. Shuni o'qiganim juda qattiq ta'sirlanganman. Bugun biror bir sohani mahkam ushlagan odam qani oramizda har kuni 8 soatdan muntazam shug'ullanyaptimi deb o'zimga bir savol berdim. Agar inshaalloh biz kunimizni 3dan birini ilm bilan sarflaydigan, ilm bilan hamohang o'tadigan va diqqatimizni ham ayni hech bo'lmasa 8 soatini shu narsada jam qila oladigan bo'lsak, dunyoning oltinlari biz oyog'imiz ostida bo'ladi. Men shu narsani aytmoqchiman. Yil davomida sizga ko'tarinki ruh, yaxshi kayfiyat va aytganimizdek aniq maqsad yo'lda harakat va bu harakatda intizom doim yor bo'lsin. Men sizlarni ko'rib bugun juda ham xursand bo'ldim. Bir-biridan chiroyli, nurli bo'lib turibsizlar. Ustozlarim menga aytgan gapni sizga aytaman. Allohim nuringizni ziyoda qilsin. Katta rahmat. Salomat bo'lasiz.